berilmayapti bu yerda. Bu misol ham milliy sertifikat imtihonida tushgan misollardan bittasi. Qanday qilib soddalashtiramiz buni? 2 kosinus kvadrat 2 alfani yoza olamiz biz. Trigonometrik formulada mana bu ko'rinishda ifodalasak bo'ladi. Kosinus 4 alfa taqsim 2 ga teng plus kosinus 6 alfa minus 1 taqsim 1 taqsim 2 ni yoza olaman men 0,5 ni 1 taqsim 2 deb yozsak sinus 6 alfa mahraj beraman 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa. Bu yerdagi 1 taqsim 2 suratga chiqadigan ko'paytiruv bo'ladi. Yana mana bu ko'rinishda. Barobar 2 mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketadi. Qavs ichida nima qoladi? 1 plus kosinus 4 alfa plus kosinus 6 alfa minus 1 suratda qoldi. Mahrajda sinus 6 alfa 2 sinus 2 alfa ko'paytirilgan kosinus 2 alfa bu sinus o'rta plus sinus 4 alfani beradi barobar. Mana bu 1 plus bu minus bo'lgani uchun ayrilib 0 bo'ladi. Demak 2 kosinus 6 alfa plus kosinus 4 alfa suratda mahrajda sinus 6 alfa plus sinus 4 alfa qoladi. Ana endi biz trigonometrik formulani bilishimiz kerak. Sinus x plus sinus y nimaga teng? Bu 2 sinus x plus y taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus x minus y taqsim 2 ga teng. Ana endi kosinus yozadigan bo'lsak, kosinus x plus kosinus y nimaga teng? Bu 2 kosinus x plus y taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus x minus y taqsim 2. Xuddi mana shu ikki formulada mana buni o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Nima bo'ladi? 2 kosinus 6 alfa plus kosinus 4 alfa. Bu formulaga ko'ra nima bo'ladi? 2 kosinus 4 alfaga 6 alfani qo'shsak 10 alfa, 2 ga bo'lsak 5 alfa ko'paytirilgan kosinus 6 alfadan 4 alfani ayirsak 2 alfa, 2 bilan 2 qisqaradidan kosinus alfa qoladi bu suratda. Mahrajda nima qoladi? Endi sinusligini olib borib qo'yadigan bo'lsak, nimaga teng bo'ladi? 2 sinus qo'shuv bo'ladi. 6 alfaga 4 alfa qo'shsak 10 alfa, 2 ga bo'lsak 5 alfa ko'paytirilgan kosinus 6 alfadan 4 alfani ayirsak 2 alfa, 2 ga bo'lsak alfaga teng bo'ladi. Bu bilan bu bir xil bo'lgach qisqarib ketdi. 2 bilan 2 qisqardi. Nima qoldi? 2 kosinus 5 alfa taqsim sinus 5 alfa. Bu bo'ladi 2 katanginiz 5 alfa degan javob. Bizda bu A javobda turibdi.